Assalomu alaykum. Sizlarga burchakning sinusi nimaligini 1 minut ichida o'rgatib qo'yaman inshaalloh. Boshladik. Xo'p, to'g'ri burchakli 3 burchakda 90 gradusli burchakka yopishgan mana bu tomonlar katetlar deyiladi. Bu burchakning ro'parasidagi tomon esa gipotenuza deyiladi. Mana bu burchakning sinusi deb nimaga aytiladi? Bu burchakning sinusi deb shu burchakning ro'parasidagi tomonni gipotenuzaga nisbatiga aytiladi. Ya'ni mana buning qancha qismi degan ma'noni bildiradi. Misol uchun mana shu burchak 37 gradus bo'lsa, sinus 37 dan 0.6 ga teng. Bu nima degani? Ixtiyoriy mana bu 3 burchak bo'lsa, mana bu joy 37 gradus bo'lsa, mana bu joy buning 0.6 qismi degan ma'noni bildiradi. Bu o'zgarmas kattalik. Buni nima deb ishlasa bo'ladi? Tasavvur qilinglar, bitta binoda oldida turibsizlar. Bino 600 metr. Maydonda qarasanglar 37 gradus burchak ostida ko'rinadi. Sinus 37 da nimaga tengiydi? 0.6 ga tengiydi. U degani mana bunga bo'lsangiz 0.6 chiqish kerak. Demak, mana bu joyning uzunligi 1000 metr bo'lishi kerak. Ya'ni siz shu yerga sim tortmoqchi edingiz, demak 1000 metr uzunlikdagi sim olib kelishingiz kerak bo'ladi.